tekinga reklama xizmatim bor desam ko'pchilik ishonmayapti. Siz ham uy sotmoqchi bo'lsangiz, tepadagi nomerga tez aloqaga chiqasiz. Shaxsan o'zim borib, tekinga reklama qilib beraman. Faqat kanalimga obuna bo'lsangiz, yanada batafsil videoni oxirigacha ko'rsangiz tushuntirib o'taman. Sotuvimizda olti sotuvli uy chiqib qoldi. Yer hisobida berib yuborishar ekan. Toshkent tumani Damaru mahallada ekan. Damaru suvdan 1 kilometr kirib kelganingizda Toshkent postiga 3 kilometr, Tashmiy bolnitsasiga 4 kilometr, yangi Tashmiy bolnitsasigacha ham 4 kilometr bo'lgan masofada, mahallaning orasida fayzli mahalla, qo'ni qo'shnilar bor joyda. Oldin bivshiy Dashniy posyolka bo'lgan, hozir mahallaga o'tgan. Uyimizning ko'rinishi, fasadimiz 25 metr, ichkarisiga taxminan hisoblab olasizlar. Keling, kiraverishimizda hamnaqa qo'limizda bor ekan. Gaz, suv, svetlardan muammo yo'q. Mana bu suvni ko'ryapsizmi? Farillayapti. Gaz, svet va shu muammo yo'q. 6 sotuv, to'lov dokumentlari, hujjatlari joyida. Bu yog'imizda orqa hovlimiz bor ekan. Shu odam bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Mabodoga mol boqadiganlarga zo'r variant. Orqada molxonasi bor ekan. Uyni to'ri burchak qilib, chiroyli qilib o'rtaga tushirib qo'yishgan ekan. Podvollari bor. Uy ichini bitta ko'rsataman. Bu xonadonimizda taxminan 60% bitgan ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, past egasi nomerini qoldiraman. Yuring, ichkarini bitta ko'rsatamiz. Kiraverishimizda mana prixoshka, koridor, akfaromni qo'yib qo'yishgan. Chiroyli bo'yab qo'yishibdi. Kirganingizda chap qo'lingizda oshxonasi bor ekan. Keling, oshxona ham katta, zalga o'xshatib foydalanishga tayyor. Zalga o'xshagan katta joy ekan. Akfarom qilib qo'yilganini aytib o'tdim. Keling, bu yoqdan koridori ham katta, kengina ekan. O'ng qo'lingizda mana zal ekan, faqat patologiya bitmagan ekan. Aytdim 60% degan joyi mana shu bo'ladi. Bu uyimizni, bu xonamizdan tagida podvol bor ekan, oshxonamizdan tagida ham podvollari bor ekan. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Batareyalar qo'yib qo'yishgan, ataplinalari bor. Xonamizning poli bitmagan ekan. Bu yog'imizda ham xuddi shunaqa xona, qora suvoqda ekan. Ko'rinyaptimi ekan? Mana bitta polini patologiyani qilib olsangiz, bemalol yashasa bo'ladigan holatda ekan. Mana bu yog'imizda hammom foydalanishar ekan, duh konturli kotyol, hamma narsasi bor ekan. Uy egalari xola bo'ladilar, dokumentlari joyida. Dokumentlari joyida, yashashga sharoit bor, lekin yaxshi mana uy egalari. Hammasini bitkiza olmadim, kuchim yetmadi, o'shani yozga sotib oldim. Mana masala shunda. Kuchim yetmadi. U aldab nimadir qilib sotish emas, boshqa ish. Hamma narsa yaxshi, joy-joyida. Orqaga mol boqsa ham bo'ladi, ili sex qilsa ham bo'ladi. Uni ko'rsatib o'tdim. To'pli pol yo'q, faqat to'pli pol yo'q. polli qilib qo'yilgan ekan, to'sirlar tashab, yerdan ko'tarib qo'yilgan. Bu yog'ini detskiga tashashgan, bu yog'i ham mana shunaqa pol bilan patologiya bitta mehr berib yuborish kerak. Ani ko'p aytaman, qosh ko'zini bitta bo'yab yuborsanglar yaxshi bo'lib ketadi deyman, xuddi shunaqa variant. Uyi narxini 105 ming dollar so'rayaptilar, kelishtirib berar ekanlar. Egalari nomerini qoldiraman, bakter emas, o'rtakash emas, to'g'ridan to'g'ri uy egalari nomeriga telefon qilib so'dalasangiz bo'ladi. Xohlasangiz, puli kamroq odam bo'lsa, qo'lini yarmini ham sotaman deyaptilar. Orqa tarafini o'zimga olib qolaman, oldi tarafini sotib yuboraman deyaptilar. Har qanaqasiga kelishsangiz bo'ladi. Reklama xizmati kerak bo'lsa, shunaqa arzon uylar kerak bo'lsa, kanalimdan uzoqlashmanglar. Bu videoni shu atrofda Toshkent tumanida 6 sotuv yer qidirib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Past egasi nomeri, tepada reklama xizmatlarimiz, Baxtli uylarim kanaliga obuna bo'lish va sizlardan chiqib qolmasin. Sog' bo'linglar.